Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 13 fevral 2026-yil. Men Andijon viloyati Baliqchi tumani Xo'jobod qishlog'idan. Ismim Qobiljon. 10 yildan beri asalachi bilan shug'ullanib kelaman. Bu yilda Xudo xolasa YouTube, Instagram kanallarimizga shu o'zimizning asalari boqish uslublarimni 10 yildan beri o'tkazgan tajriba, ustozlardan o'rgangan asalari boqish sirlarini qo'ldan kelgancha qo'yib borishga harakat qilaman. Bunda shu o'zimiz tayyorlagan o'sha yashiklarimiz, mini nukleuslarimiz bu hozir qishda qishlab kelayotgan mini nukleusdagi arilarimiz va mini nukleuslarimiz holatini, evaklari bor, start yo'llar hammasini qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. O'tgan safargi videoyimizda mana shu naslli oilani kuchsizroq edi, shuni kuchaytirish maqsadida tepadagi oilani onasini olib qo'shib yuborgandik. Qisqaroq bo'lib qolibdi. Shuni ko'pchilik o'zimga ham telefon qilib so'rashdi. Qo'ldan kelgancha javob berdim. Endi mana shu holatni, mana shu oilada boshqatdan tushuntirib berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Bunda birinchi qavatdagi uyada Kamniki Northernly Germaniyadan keltirilgan asalari oilamiz bor. Buni sal kuchsizroq bu ham. 2-3 romkali ari olib kelib qo'ydim. 1-2 kun bo'ldi. Shuni endi qanday qo'shib yuborishdi, men shu ko'rsatib boraman. Bundan tashqari endi hozir birinchi qiladigan ishlarimizdan shu oilani, asalari oilamizni o'rab, isitib, qanday holatda o'rayman, qanday isitib, qanday oziqa beramiz hozirgi kunda. Albatta bahorga rivojlantirishga harakatni boshlaymiz. Keyin shu turkiy oilalarimiz bor. Ularga ham ari olib kelib qo'ydim. Xolos bularni ham video qilib borishga harakat qilaman, qanday qo'shib yuborishni. Hozir mana shu oilani qo'shib yuboramiz. Bu 2-3 romkali arini olib keldim, boshqa joydagi arini olib keldim buni. Bu sal kuchsizroq, bunga nisbatan oldingi videomizga ariga nisbatan bu sal kuchsizroq. Buni hozir juda kuchaytirib olish shart emas bu naslli oilani. Mana ona arisi yo'q, dod deb turibdi. Shuni to'g'rimi-to'g'ri shuni tushirib pastdagi oilaga qo'shib yuboramiz. Bunda qo'shishda hech qanaqa bir hozirgi kunda qafas, onani qafaslab bu boshqa ishlar kerak emas. Umuman hozir shu qo'shib yuborsa yaxshi qabul qilib ketaveradi. Bu o'zim tajribalarimda o'tgan narsa. Buni o'tirib shuni ko'rsatib qo'yinglar. Bu Kamniki Northernly, Germaniyada shu Northernly Uralda urug'langan bora tolerant liniya. Bu ham urib qo'yilgan. Tuxum pasporti bor hozirroq. Onarisi mana. Kamniki Northernly. Ular mana shu holatda turaveradi hozir. Shuni qo'yamiz. Onani hech qanday bir qafas va boshqa narsa ishlatmaymiz. Shuni yoniga qo'yamiz. Xudo xolasa qabul qilib ketaveradi. Bunlar mana bunday tortgan. Hech narsa qilmaydi bu. Shuni qo'shib olamiz. To'g'ridan-to'g'ri qo'shib olamiz. Arisi o'rtacha, yengilroq, kuchli emas.
Bu kuchli qo'shmashimiz sababi biz urug' oladigan vaqtgacha, aprel oyigacha, martning oxiri shungacha bizga kuchayib urug' chiqadigan bo'lsa bo'ldi. Endi ko'pchilik har xil nima qiladi buni nasl oila haqida. Bir xilgina aytadi, bu kuchsizroq bo'lishi kerak deydi naslli oilani. Ya'ni kuchaytirib olsak, bitta ko'p tuxum qo'yib, onari tez charchab qoladi deb o'ylaydi. Lekin men unday fikrda emasman. Men har yili iloji boricha kuchaytirishga harakat qilaman onamni. Chunki ekadigan vaqtda, xohlagan kuni ekadigan vaqtda bizga urug' chiqishi kerak bundan. Ko'p urug' olamiz. Shuning uchun mana shu oilani ham kuchaytirib oldik. Keyin hozir ko'rsataman buni ham. Buni endi o'rab qo'yamiz. Endigi navbat shu ish qiladigan ishimizdan birinchisi men uchun mana shu pastdagi Turtin oilasi. O'sha 100 tadan bir yil 8 ta oila bor ekan. O'tgan yili eng zo'r ishlagan rekordchi oilalardan 100 tadan 8 ta Turtin ishlataman. Buni 2 kun bo'ldi. Shu 3 romkali ar olib keldim. Shu 4 romka bo'lsa, 3 romkasini oldim, 1 romka onarisini u yoqda boshqa joyda arda qoldi. Men buni xuddi o'sha naslli oilaga qo'shgandek shuni qo'shib yuraveraman. Holat o'rtacha buni ham. Eng birinchi mashlarni o'rab isitib kuchaytirib Turtin semyalarni kuchaytirishimiz kerak. Buni endi qo'shib yuraveraman. Sho'rlikni qo'shib yuboradi. Ular ham to'g'ridan to'g'ri qo'shib yuboradi. Chunki 2 kun, o'zi 1 kunda qo'shib yuborsa ham bo'laveradi. Kecha bugun yomg'ir yog'di-yu. 2 kun yomg'ir yog'di. Shu u yoqdagi ikkinchi rastlot qolganda onardi. Mana onarisi yo'q, top deb yotibdi. Olibasi yaxshi. Bundan ko'rsatdim onasini. Buni ham qafaslanmaydi. Hech qanaqa bir onariga ortiq qafas qilib buni qiynash kerak yo'q hozirgi kunda. Juda ham zo'r ishlagan 2025-yilda rekordchi oilalardan bu. Asalga ham zo'r ishlagan. Rasxoti ham yaxshi bo'lgan. Yuvosh, har tomonlama virus tomondan hisobga olganman. Bu Turtin semya haqida o'zim bilganimcha tushuntirib ketaman hozir. Shuni qo'shib yubordik, bu qabul qilib ketaveradi. Ortiqcha kerak emas. Mana buni ustiga salata yopamiz. Ko'ring. Masala qo'yib, buni xuddi o'sha holatda o'rab isitamiz. Ertaga bir kuzatib qo'yamiz buni ko'rib. Bu tayyor bittasi. Bu ham Turtin semya.
buni hozirgidek buni xuddi o'sha holatda qo'shib yuboramiz. Turten semiyadan foydalanishimiz sababi 5-6 yildan beri foydalanib kelsam bu uslubda birinchi yili unoqlashga karpat ishlatardim. Mahalliy zot keyingi avlodlarini masalan mesli mahalliy zot desak ham mesnidan olganman birinchi yili turtenni. O'sha yili kanninka olib kelganman. Kanninkani urug'lantirganda natijani ko'rib men hayron qoldim. Asalga ishlashi juda ham zo'r. Keyingi avlod asalchida olganda keyingi avlodga ta'siri bor albatta asalchi bo'lib chiqishiga. Buni keyingilashi kannikada olganman 2-yili. Keyin undan kanninkadan keyin yana karpatda oldim. F1 dan oldim keyin. Kannika ham F1 dan olganman. 4-yili kannika peshistdan oldim nimani turtenni. Mana bu yil xudosi yana karpatda olyapman. Endi bu 2-3 ta kannika zingir ham bor. O'tgan ishlatgan, zo'r ishlaganlardan boshqa joydagi ariga kannika zingirni boshqa joydagi ariga olib qo'yaman. Bu yerda karpat bo'ladi. Endi bo'lamanda. Lekin natija juda ham zo'r. Asalga ishlashi ham har tomonlama sog'lom. O'zgaradi, sirasi o'zgaradi. Mana shu uslubdan foydalanish kerak. Endi ko'pchilik aytadi, bir xilgina sen buni turten bilan foydalanganing bilan boshqa yerdagi ar bilan urug'lanaveradi, sen buni облетный zona qila olmaysan deb o'ylab shunaqa fikr bor. Oldingi holatga nisbatan baribir bunda o'zgarish bor. Bunda turten semiyani tanlaganda shuni o'zgarish bor. Mana shu urug'lantiryaptimi? Farqi bor. Masalan, boshqa ko'pchilik keladi. 11 keladi, masalan, onariga keladiganlar bo'lsa, atrofga nisbatan 5-10 kun oldin men eng oldini o'zim ishlatadigan bo'lsam, yaxshi urug'lanaveradi. Chunki turten semiyalar erkak arilar shu urug'lanish vaqtigacha tayyor bo'lib boradi. Agar oddiy oiladan chiqadi, oddiy oila o'zini kutadigan bo'lsak, 5 kun 10 kun farq qiladi. Endi bitta ikkita onari urug'lanaveradi unda ham, oddiy holatda ham. Lekin ko'p, masalan, 100 ta, 200 ta, 300 ta urug'lantiradigan bo'lsak, unga yetkazib bera olmaydi. Oddiy oilaniki baribir sal kechroq qoladi, lekin bunga nisbatan ham slabiyroq bo'ladi. Sal kuchsizroq qandaydir. Chunki bunda erkaklar katta ari chiqadi, baquvvat chiqadi. Oddiy oiladan chiqqanga nisbatan farqi bor. Hosildorligi ham yaxshi bo'ladi.